Angliya, Amerika, Kanada, Yangi Zelandiya, Irlandiya yoki Avstraliya ushbu davlatlarga borish uchun necha IELTS kerak deb juda ko'pchilik savol so'raydi. Aytardim, kamida 6,5 yoki 7 bo'lsin. Sababi kunlik hayotda umuman qiynalmaysiz. Dars paytida, ko'chaga chiqqaningizda, bozorlik qilayotganingizda yoki bo'lmasa ish topmoqchi bo'lsangiz, ishga kirayotganingizda eng muhimi ingliz tili bo'ladi. Endi agar siz ingliz tilini uncha yaxshi bilmasangiz, o'z talablari qanaqa deydigan bo'lsangiz, foundation dasturi uchun 5,5, bakalavr uchun 6, magistratura uchun 6,5. Juda ko'p o'qishlar shunaqa talab qo'yiladi. Ba'zi o'qishlar bor, magistratura uchun dasha 6 bilan qabul qiladi. Foundation dasturlariga 5 dan baland 5,5 bo'lsa bo'ldi. Lekin qancha iloji boricha mukammal darajada ingliz tili bilsangiz, umuman hayotda qiynalmaysiz. Endi aytsangiz bo'ladi, menda IELTS 5 bor, borsam bo'ladimi? Aytaylik Angliyaga. Ha, albatta kelsangiz bo'ladi. Til kursi qo'shilgan, foundation qo'shilgan bakalavr dasturi bo'ladi va unda sizda shu ortiqcha qo'shimcha xarajat bo'ladi. Uni o'rniga undan ko'ra O'zbekistonda salkam 4 oy, 5 oy tayyorgarlik qilib turib ingliz tilingizni mukammal ravishda kamida unga $300-400 sarflarsiz, lekin bu yerga qaraganda ancha arzonroq bo'ladi. Sababi bu yerda kamida 4 oylik ingliz tili qo'shib bu yoqqa keladigan bo'lsangiz, o'qish dasturingizga qo'shiladigan bo'lsa, kamida 3-4 ming pul sarflab qolishingiz mumkin. Shuning uchun ingliz tilini yaxshilab o'rganib kelishni tavsiya beraman.